Assalomu alaykum. Endi bizada xudo xolasa nasib etgandek şimdi italyanskiy aparat aldık. Birinchi ish jarayoni robotni zapravka tutibmiz. Vakuum jarayoniga tutibdi. Bu yine italyanskiy aparatmi. Ham Italiyadan kelgan. Mana vakuum jarayonini ko'rsangiz bo'ladi. Datchiklarni nolga tashlab turibdi. Rezultatni ko'raveramiz. Manzil qo'shikpir Ispoarjon to'yxonasining tagida. İtalyanskiy aparatı İtalya gazını sattık biz yine orijinal cho'tki gaz. Gazga javob. Elektrik avtomobillarni R134A degan gaz solinadi. Mana shu gaz. Testi vakuum tutibdi yine. Vakuum 1000 da turibdi, 1000 da minus 1 degani bu, 1000 bor. Minusga tashlab turibdi, yine ichindagi havosini tortib olib, teshkirib turibdi. Yine strelkalar minus 1 da turibdi. İşte. Az vaqtni kutib turamiz, teshkirib bo'lsin. 1000 dan tushmasa, utechka yo'q degani bo'ladi bu. Shuning to'shni aniqlab beradi milk utechkalarni. Testi vakuumini teshkirib bo'ldi. 1000 dan tushgani yo'q. Buni oxirgi sekundlar. Testi vakuum okey. Cho'tki bo'ldi degani. Avtomobilni kompressorning ichida porshillar bo'ladi. Porshillari uchun spesialniy o'zining yog'i bo'ladi. Aparat o'zi yuvaradi yine. Kerakli gram yog'i. Yog'dan yuvardi. Aparatga jarayon ham bo'ldi yine. Dalinalar cho'tki yo'rtibdi, ajoyib ishlab turibdi. Bunga qisqasi shunday xizmatlar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Qo'shikpir manzil, Qo'shikpir Ispoarjon to'yxonasining tagida.